istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dar cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dar cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Qush tinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim. Yalpizli lolali bahorim, bu mening onam, bu mening onam. Yangi kunlarni qarshi olganlarga, Allohim deb turganlarga, sajdaga bosh qo'yganlarga assalomu alaykum. Shu kunlarga yetganlarga, onajonim shod etganlarga, duo qilib turganlarga assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun fayzli xonadonda katta bayram, katta tantana. Buning sababchisi O'rtoqboy hoji onajonimizdir. Onajonim, farzandlaringiz sizni xursand qilish maqsadida bu mening onam loyihasiga murojaat etganlar. Onajon, ilohim farzandlaringizni baxti kamolini, rohatini ko'ring onajonim. Marhamat Sevinchboy. Bu mening onam loyihasi sababli yig'ilganmiz va hammaga assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh deymiz. Bugungi onajonimizni bu mening onam loyihasi orqali, ya'ni farzandlari, o'g'illari nomidan tabriklashimizni so'rab qolganlarga ham assalomu alaykum deymiz. Musofirda yurgan barcha insonlarimizni Allohim o'z panohida asrasin deya ustozimga so'z navbatini beramiz. Tashakkur. Onajonim, mana shu o'rinlarda sizga bir savol bilan izlansam maylimi? Bizning loyihamizga murojaat etib, xonadoningizga tashrif buyurishimizni so'ragan asosiy tabrik egasi kim bo'lishlari mumkin onajon? Bahodirjon, Otabekjon. O'g'illaringiz qaysi? Alqishlab qo'yamiz azizlarim. Onajonimizni Alloh bergan bebaho ne'matlari, farzandlari, o'g'illari, ishonch tog'lari, Bahodir akamiz, Otabek akamiz hamda qizlaridek mehribon bo'lgan kelinlari hozirda musofir yurtlarda halol mehnatlarida ishlab yurgan kelinlari Nargizaxon nomidan, qolaversa Nodiraxon kelinlari nomidan, qolaversa mana shu xonadonga yaxshi niyatlari bilan qadam ranjid etgan barcha qadri baland qadrdonlari nomidan, avlodlaringizni davomchilari bo'lgan Shirindan Shakar nabiralaringiz nomidan tashrif buyurdik onajonim. Tashakkur onajonim. Baxtimizga doimo duogo'ylarimiz sog' va salomat bo'lsinlar. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Onaning ta'rifi va mehri boshqacha. Kirsa hamki hatto 80, 90, 100 yoshgacha. Ona bor hayotda. Sizdek duogo'y onajonlarimiz bor hayotda yashash boshqacha. Farzandlaringiz bizni loyihamizga murojaat etib shunday dedilarki, onajonimizni xursand qilish maqsadida sizlarni xonadonimizga taklif etyapmiz. Onajonimiz yer yuzidagi farishtamizdir. Bizlarni oq yuvib, oq tarab voyaga yetkazdilar. Qandaydir qiyinchiliklar kelganda biz uchun ko'ksilarini qalqon qilib keldilar. Mana shu fursatlarda onajonimga, qolaversa dadajonimga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Doimo onajonimiz baxtimizga sog' va salomat bo'lsin dedilar onajonim. Qo'llarimni duoga ochib so'rayman. Mehribon onamga sog'lik tilayman. Baxtimni niyati baxtga o'rayman. Onamni doimo asragin Alloh. Axir ular bo'lgan bizga suyanchiq. Mehrlari daryo, ummondek to'liq. Umriga umr ber, bu senga bog'liq. Onamni doimo asragin Alloh. Yuzlari kulsinda quvonchga to'lsin,
davramiz to'rida doimo tursin. Nabiralar uylantirib rohatin ko'rsin. Onamni doimo, mehribon onajonimni doimo asragin Alloh degan chiroyli she'riy satrlarimizni ham farzandlaringiz nomidan qabul qilib olasiz onajonim. Doimo orzular, ya'ni butun qalbi bilan mehrlarini beruvchi farzandlaringiz yonida doim mana shunday quvonchli kunlaringizda kulib yuring onajon. Siz qilgan orzular bizniki onam. Ro'yo bu o'g'il u qizniki ona. Inshaalloh niyatga yetasiz bir kun. Topganlarim bari sizniki onam. Hech kim suymagan payt kechmay suydingiz. To'lg'onib yig'lasam yurak o'ydingiz. Nima yegingiz bor, nima kiygingiz. Topganlarim bari sizniki onam. Qachongacha qalbga armon solaman. Siz borsiz, erkaman, hamon bo'laman. Madinaga o'zim olib boraman. Topganlarim bari sizniki onam. Baxt u iqbolimni o'ylasangiz baxt, to'ylarimda o'ynab yayrasangiz baxt. Duolar qilishdan tinmasangiz bas. Topganlarim bari sizniki ona degan o'g'illaringiz mana shunday, kelinlaringiz mana shunday, va nevaralaringiz mana shunday chiroyli she'rlarni aytib qoldilar va ularning nomidan mana shu she'rlarni qabul qilib olasiz onajon. Kattakon rahmat sevinchi Otabekov. Azizlarim, barchangiz mana shu fayzli xonadonga Alloh nidolaringizda mana shunday yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Onajonimizning umrlari uzoq, rizqlari butun, tani jonlari sog'u, salomat bo'lsinlar. Azizlarim, mana shu xonadonga yaxshi niyatlar ila qadam ranjidayotgan barcha qadri baland qadrdonlarimizni, onajonlarimizning yonlariga taklif etsaga, marhamat hoji onajonlarimiz o'zlarini chiroyli sovg'a salomlari bilan tashrif buyurgan ekanlar. Rahmat azizlarim. doimo sog' va salomat bo'lsinlar azizlarim. Barchangizga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Diydorimga mushtog'im onam. Bog'imdagi gul, rayhonim onam. Mehri tafti qaynog'im onam. Jannatimni asragin Alloh. Duo qilib sira tinmagan, nolimoqni aslo bilmagan, dardlarini hech kim bilmagan. Jannatimni asragin Alloh. Baxtimizga doimo mana shunday duo go'ylarimiz, yer yuzidagi farishtalarimiz, onajonlarimiz sog'u salomat bo'lsinlar azizlarim. Mana shu xonadonga yaxshi niyatlar ila qadam ranjidayotgan qadri baland qadrdonlarim, barchangizga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Ona o'zi 3 harfdan iborat oddiy so'z bo'lsa-da, lekin shu qisqa so'z butun ichingizni, butun bir dunyoyingizni, butun bir dardingizni olgan bo'ladi. Ona, yaxshilab e'tibor bering. Men sizga Alloh tomonidan berilgan 3 ta qisqa so'zlik
aziz tuhfalarni aytaman. Ular sizga, menga, ularga hech kimga aytib berilmaydi. Nimagaligiga qiziqasizmi? Unda aytaman, bizga berilgan umr, ota-ona hayotimiz davomida bir marotaba beriladi va ular qaytib berilmaydi. Berilgan tuhfani har doim borida qadriga yetishimiz kerak va har doim ularni e'zozlab, ardoqlashimiz kerak. Ona bu dunyoda yashayotganligi uchun ham Allohdan duo qilib mana shunday yashashlarini tilab qolib so'rashimiz kerak. Nabiralari ko'rishmoqdalar. Avlodlaringizni davomchilari bo'lgan Shirindar shakar, mard, jasur nabiralaringizni baxt kamolini, rohatini ko'ring onajonim. Azizlarim, onajonlarimizni yonlariga duogo'ylarimizni taklif etsak-a. Turmush o'rtoqlari, Dilshod otajonimiz, qani siz? Marhamat, mana shu xonadonning qo'rg'oni bo'lgan otajonimizni davramiz markaziga taklif. Ota-onalarimiz doimo baxtimizga sog'-u salomat bo'lsinlar azizlarim. İzlesangiz topilmas ne bor? Alloh yaratguvchi, Alloh berguvchi. Mol davlatni topasiz, ammo siz otani izlab ko'ringchi. Siz onani izlab ko'ringchi. Mehr bering, topilar dildor. Hislar borki bari o'tkinchi, qayta kelganda bahor. Siz otani izlab ko'ringchi. Siz onani izlab ko'ringchi. Yostig'ingiz to'lganda boshga, obro'y topib bo'ling faloncha. Qo'llaringiz yetganda oshga, siz otani izlab ko'ringchi. Siz onani izlab ko'ringchi. Ko'z yosh kelar so'ragan ko'zga, bizni tashlab ketganlar qancha. Alloh yaratguvchi, Alloh berguvchi. Siz otani izlab ko'ringchi, siz onani izlab ko'ringchi. Iboh qodir Alloh, ota-onalarimiz bo'lsa, umrlarini uzoq qilguncha. Ilohim otajonim, onajonim, umringiz uzoq, rizqingiz butun, tani joningiz sog' salomat bo'lsin. Alloh bergan bebaho ne'matlaringiz, farzandlaringizni, nabiralaringizni baxt kamolini, rohatini ko'ring. Ularning yaxshi kunlarida, to'ylarida otajonimiz doimo o'zlari bosh bo'lib yursinlar otajonim. Chiroyli oilangizga ko'zlar tegmasin. O'rtangizdagi mehr-oqibat aslo ko'tarilmasin. Mana shu fayzli xonadonga, Allohning nazari tushgan qutlug' xonadonda faqatgina yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Siz aziz mehmonlarimiz esa mana shu xonadonni aziz mehmoni bo'ling ilohim. Otajonimga yuzlansak-a, otajonim, bugun chiroyli dil so'zlarini onajonimga yo'llaymiz. Marhamat. Qalbidagi dil izhorlarini otajonimiz, onajonimizga chiroyli tarzda yo'llashlarini kutib qolamiz. Onajon, mikrofondagi Otajonim, oxirgi marta qachon farishta yuzli onajonimizga jufti halolim, seni juda ham yaxshi ko'raman, boringga shukur degan so'zlarni aytgansiz. Marhamat, mana shunday fursatlar yetib keldi, marhamat. olqishlab qo'yamiz. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonjonlarim, mani shirinlarim, mana shu ishlarni tashkil qilgan asallarim. Sizlar ham hammalaringiz mana shu Selimni xonadoniga xush kelibsizlar. Sizlarni har bir bosib kelgan qadamlaringiz bizning nur diydamiz ustiga aylanadi. Mana shunday yillik xizmatini qilib hech qachon charchamaylar. Hamisha topganlaringiz yaxshi kunlaringizga, o'ylaringizga, to'ylaringizga, bizga o'xshab 3 marta hajraga borib hojona bo'lishinglarni Ilohim, onajon, ilohim. Dilshodjon, Abboyjon, Ilohim xush chaqaringlar. Balalaringiz ham xush kelganlar, xush chaqarisin. Hammamiz yaxshi kunlarda birga bo'laylik. Ilohim balalaringizni huzurlarini ko'ringlar. Hamisha topganlaringiz mana shu yaxshi kunlarga buyursin. Men nasib bo'lsa mana shukrona kunlar ekan opojimni. Nasib bo'lsa yana kelasi yilga mana shunday sizni ham opojimni mana shunday shukrona kunlarga birgalikda bo'lishinglarni Alloh hamisha nasib qilsin. Mana shu kunga yetkirganiga, yer bostirib qo'yganiga, har bir olgan nafasimizga, har bir o'tgan kunimizga, safardagi musofirda yurgan balalarimizni tinchligini ko'rsatganiga, yurtimizni tinchligini ko'rsatganiga Xudoga alhamdulillah, alhamdulillah, beadad va behisob shukronalar hamd sanolar bo'lsin.
Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarning oilalariga, sahobalariga, choriyonlariga hammamizga durud va salomlarimiz yog'sin. Allohim rahmatlari yog'ilsin. Payg'ambarimizning shafoatlaridan Allohim hammamizga nasib aylasin. Allohimning jamolini beparda ko'rishinglar, Alloh hammamizga nasib aylasin. Mehmonjonlar, xush kelibsizlar. Har bir bosib kelgan qadamlaringiz nuri diydamizga rahmat. Kattakon rahmat azizlarim, barchangizga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Farishta izli onajonlarimizga hamda duogo'y otajonimizga ham o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Otajon ketib qolmaysiz. Otajonlarimiz bilan birgalikda qadr baland qadrdonlarimizni barchalarini davra raqsiga taklif etamiz. Marhamat azizlarim, onajonlarimiz uchun marhamat. Chiroyli so'zlarini onajonimizdan tinglasak. Onajonim, ikki og'iz chiroyli tilaklaringiz, samimiy tilaklaringiz. Diloram o'ychamizga so'z beraman. Onajon gapiring. Marhamat Diloram opajonimiz, qadrbalar qadrdonlari, marhamat opajon. Diloram opajonimiz qayerdalar? Marhamat opajon. Chiroyli dil so'zlaringizni tinglaymiz opajon. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, bizlar. Mana bugun amakim boshchiligida Dilshod amakim huzurlarni uzoq bo'lsin. Siz ko'rmagan vaqtlarga dars ko'rsin. Aytmalarsan, amakimlar qayerda kelibgina yursin. Mana shu odamlarni o'zlarimda, mana shu ayollarni ayamida ballar kelib yursin. Ana hali hech kim bilan so'rashganimizam yo'q. Ayshi. Hammalaringizga sog'lik, hamisha sog' bo'linglar. Sog' bo'lsa odam hammangiz hamisha Kattakon rahmat opajonim. Mana shunday chiroyli tilaklaringiz, niyatlaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin opajon. Onajonimizning yonlariga Alloh bergan bebaho ne'matlari, o'g'illari, ishonch tog'larini taklif etsaga, marhamat Bahodir akamizni, Otabek akamizni qolaversa, qizlaridek mehribon bo'lgan kelinlari Nodiraxonni taklif etamiz azizlarim.
Qolaversa onajonimizni mehribon, oqko'ngil qaynsingillari bor ekanlar. Adolat onajonimiz, qani siz? Onajonim, davramizga taklif etamiz. Amma keldi, hamma keldi deydilar azizlarim. Marhamat. İlk so'z navbatini Ammajondan tinglaymiz, keyin farzandlarga davom etamiz. Ammajon, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonjonlar. Akam bilan yangamni shunaqa chiroyli ba'zilarga, onalarga ba'zilar yig'ilibmiz. Hammalaringizga katta rahmat. Hammamizga shunaqa kunlar buyursin, nasib qilsin bizga. Alloh amin. Akam nima deyman? Akam bilan yangam qo'sha qarsinlar. Jiyanlarim qo'sha qarib, o'zlari ko'payishib, sog' salomat bo'lsinlar. Men ashula tilakdoshman. Akamga bilan shunday suyanchiq bo'lsinki, hech kim ololmas, hech kim yo'qolmas. Shunday jiyanlar bu faxrlanamiz. Shunday akam bilan yangam bu, biz faxrlanamiz. Endi bizlar ro'zg'orimiz kattasi yangam bilan akam. Endi otam o'tgan, onam o'tganlar. Shu bizlar boshchiligimiz. Yana apam ham boshchilikka katta bo'ldi. Pichoq sonlar mazasi yo'q. Apam nomidan ham hammasiga ularni tabriklayman. Sog' salomat bo'lsinlar. Bizlarning baxtimizga, farzandlarning baxtiga, qarindoshlar baxtiga sog' salomat bo'lsinlar. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Bunday kunlar bilan tabriklayman. Akam bilan qo'shla qolsin. Jiyanlarim baxtli sog' salomat. Jiyanlarim ham sog' bo'lsin. Rahmat. Ilohim. Mana shu vaqtda o'g'illariga so'z navbatini berishdan oldin kichkinaga bir ona va o'g'ilning suhbati bor. Maylimi eshittirsam? Ona shunday debdi: "O'g'lim, agar mening ko'zlarim nurini yo'qotsam, nima qilasan?" deya so'rabdi. O'g'il esa: "Sizni yurtimizdagi eng yaxshi shifoxonaga olib boraman, onajon" deya javob beribdi. Ona yana so'rabdi: "Agar meni u yerda davolay olishmasa-chi bolam?" deb so'rasa, o'g'il yana aytibdi: "U holda sizni dunyodagi eng yaxshi shifoxonaga olib boraman, onajon" deya javob beribdi. Ona yana debdi: "U holda sizga umr bo'yi g'amxo'rlik qilaman, onajon" degan gapidan keyin ona yana shunday debdi: "Seni yaxshi ko'raman, rahmat bolajonim. Seni doim qadringga yetaman. Ammo agar meni ko'zlarim nurini yo'qotsa, nima qilarding?" degan savolga men boshqacha javob kutgandim-da deya kichkina o'g'liga aytibdi. Shunda o'g'li yana so'rabdi: "Agar meni ko'zlarim nurini yo'qotsam, nima qilardingiz onajon?" deya so'rasa, "Senga o'z ko'zlarimni berardim, bolam" deya javob beribdi. Yetimlik dardini azobi qursin, ona bor hayotda yashash boshqacha. Yetimlik dardini yetim biladi, uning bu dunyosi bir kam bo'ladi. O'zidan o'tganin o'zi bo'ladi, ona bor dunyoda yashash boshqacha. deya so'z navbatimni ustozimga beraman. Baxtimizga duogo'y onajonlarimiz sog' salomat bo'lsinlar. Onajonlarimiz biz uchun hattoki o'z jonlarini fido qilishga ham tayyor azizlarim. Yer yuzidagi farishtalarimiz bu albatta bizni onajonlarimiz. Onajonlarimizni o'g'illariga ishonch tog'lariga yuzlanaman. Akajonlarim, oxirgi marta onajonimizga qachon? Onajon, men sizni yaxshi ko'raman deya qaynoq bag'ringizga bosgansiz. Mana shunday fursat, mana shunday daqiqalar yetib keldi, marhamat. Ona to'g'risida ancha gapirsa oz. Mani dartlarim, mani quvonchim. Cheki yo'qda, otamni o'rniga onajonim, jonim, jahonim, mehribonim. Sizlar judayam yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum. Avvalambor hammalaringizga xush kelibsizlar onajonimni to'ylariga, yaxshi kunlariga. Ilohim hamisha shunday yaxshi kunlarda shunday bo'lishni nasib qilsin hammalaringizga. Davramiz bundan ham keng bo'lsin. Sizlarning ham xonadonlaringizga shunday baraka tilayman, yaxshi kunlar tilayman. Nimaki yaxshi niyatlarda tilaylarda kelgan bo'lsanglar, Ilohim sizlarga hamroh qilsin shu niyatlarni. Xush kelibsizlar hammalaringiz avvalambor. Onajonim ilohim yig'lamasin.
Ben onajonim bugün ko'zyosh to'kishlarini xohlamayman. Kulib yursinlar onajonim. Onajon, mashina avrais. Bundan keyin ko'rsin. Maktabasi o'qisin. Ilohim. Onajonim, hammamiz Kunim bitib dunyoda endi o'tsam, men ham jannat ahlida bo'lsam. Boshlariga tojlar kiydirib, otam bilan jannatga kirsam. Ikki dunyo meni degan zot, ikki dunyo g'amim yegan zot, ko'rsatib men unga iltifot, onam bilan jannatga kirsam. Marhamat opajon. Assalomu alaykum hammalaringizga. Shu bugungi shukrona kunlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohi baxtimizga sog' bo'ling xo'jajon. Yoshlarning shu chiroyli kunlaringizni ko'p ko'raylik. Baxtimizga ilohi sog' bo'ling. Rahmat, baraka topinglar. Kattakon rahmat. Farzandlaringizga, qizingizdek mehribon bo'lgan keliningizga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Mana shu o'rinlarda onajonim, musofir yurtlarda halol mehnatlar ila ishlab yurgan qizingizdek mehribon bo'lgan keliningiz Nargizaxon nomidan ham tabriklaymiz. Musofirdagi barcha vatandoshlarimizni Allohim o'z panohida asrasin. Shu bilan birgalikda duogo'y onajonimizni, barcha yaqinlarini, qadri baland qadrdonlarini ham Alloh o'z panohida asrasin. Ishlarining rivojini, barakasini bersin Ilohim azizlarim. Barchangizga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Chiroyli oilangizga ko'zlar tegmasin. O'rtangizdagi mehr-oqibat aslo ko'tarilmasin onajonim. Onajonimiz bilan birgalikda duogo'y otajonimizni ham davramizga taklif etamiz va barchangizni davra raqsiga chorlaymiz. Marhamat azizlarim. Talablarga Canımni tilma canon bo'laman deb, Havvomni shirma hamyon bo'laman deb. Canımni tilma canon bo'laman deb, Havvomni shirma hamyon bo'laman deb. Yuqam suzilma deyman, yerdan buzilma deyman, yo'lingga boq yiqilma osmon bo'laman deb. Yuqam suzilma deyman, yerdan buzilma deyman, yo'lingga boq yiqilma osmon bo'laman deb. Yo'lingga boq yiqilma osmon bo'laman deb. Canimni tilma canon bo'laman deb, canon bo'laman deb. Dog'larni aylanasan, tog'larga shaylanasan, ehtiyot bo'l qoqilma jayron bo'laman deb. Olamga e'lon qilma doston bo'laman deb. Canimni tilma canon bo'laman deb, canon bo'laman deb. O'zganing nigohidan, ko'zlari qarog'idan bezor bo'ldim, qo'lni qalqon bo'laman deb. Bezor bo'ldim, qo'ldan bezor bo'ldim, qo'ldan bezor bo'ldim, qo'ldan qalqon bo'laman deb. Sen qilgan ifoda sen bayrasham, uzilib turgan amarjon bo'laman deb. Uzilib turgan amarjon bo'laman deb. Canimni tilma canon bo'laman deb, Havvomni shirma hamyon bo'laman deb. Canimni tilma canon bo'laman deb, Havvomni shirma hamyon bo'laman deb. Yuqam suzilma deyman, yerdan buzilma deyman, yo'lingga boq yiqilma osmon bo'laman deb. Yo'lingga boq yiqilma osmon bo'laman deb. Canimni tilma canon bo'laman deb, canon bo'laman deb, canon bo'laman deb, osmon bo'laman deb.
azizlarim, barchangizga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Qirolicha onajonim, qani siz? Marhamat, davramizga taklif etamiz. Oxirgi so'z navbatini duogo'yimizdan, qirolicha onajonimizdan tinglab qolamiz. Marhamat onajon. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, qadrdonlar. Mana shu yerga jam bo'lgan mani eng yaqinlarim, yurayoqlarim, bolalarim, qaynlarim, opalarim, jiyanlarim, yolg'izlarim. Va yana bugun mani zot qilib shu yerga tashrif buyurgan mana shu sizlarning kompaniyalaringizga tashakkurlarimni bildiraman. Rahmat onajon. Bolalarim, Xudoga beadad hamd va sanolar bo'lsin. Bugun Xudoyim diydor ko'rsatib, mana shu yerga shuncha og'aylarni o'zlab sizlar bilan hamroh bo'lishimizga sababchi bo'ldilar. Ilohim, Allohim qizil barakalarini bersin, qo'shganlarini qo'shsa qarsin, ikkita o'g'liman. Bolalarni baxtini kamolli ko'radi. Yaxshi kunlarimizga kelib yana hamroh bo'linglar. Dunyomiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, O'zbekistonimizga ko'z tegmasin. Tinchlikda, omonlikda hammamiz o'z xonadonimizda fayz va barakot bilan mana shu 2026-yilni kuzatib, 27-ni ham birga hamroh bo'lib kutib olishimizni Alloh nasib etsin. Mani boboyim ham nasib etsin, hajga borsin, soqollarini qo'yib, hoji bobo, qori bobo qo'yirsinlar. Inshaalloh boramiz. Bitta tavsiya bo'lib qolsin yaxshilar. Mana shu tanasiga ishonib, balla uzoqda yuradilar-da. Boboy bozorlik qilardi, ro'zg'or boshqaradi, men o'tiraman, aqabaqa qidirib yuraman. Xudoga shukr, borlariga shukr, sog' bo'lsinlar. Bolalarim ham bizdan uzoqroq yillar yashab, qo'sha qarshi. Hamma o'g'aylarimni yaxshi kunlariga hamroh bo'ladi. Izzat qilib kelibdilar hammalari. Ilohim dunyoda turgancha tursinlar, har qadam qo'yibdilar nuri deydan. Tanjonlari sog' bo'lsin, xonadonlari obod bo'lsin, shularni ham yaxshi kunlarda hamisha hamroh bo'laylik. Meni eng yaqin yerga bitta qo'shnim bor. Ana shu qo'shnimga so'z bering, oxirgi shu kishi aytsinlar. Ana shu qo'shnijon qani keksalarchagina yagona gavhargina qo'shnilar. Mana Tillolaga berasiz. Yaxshi, ham akamiz, ham ukamiz, ham singlimiz. To'xtamurod aka. Xayrolsun, marhamat. Xayrolsun opajon. Marhamat. Assalomu alaykum. Katta rahmat. Hojoni avvaldan ayyomingiz shukrona qilib bo'lsin. Yuzlaki mana shu yigitlarga bosh bo'ling, nevara-chevarlar baxtiga, Nishot bolam baxtiga, qonun qo'shnilar baxtiga sog' bo'ling. Alloh omadlaringizni bersin, bola-chaqani rizqini, nevara-chevarlarni rizqini bersin. Mana shunaqa shukrlarni ko'p qilasiz ko'ring. Alloh bizga nasib etsin, nasib etsin, duchor bo'lmayman. Inshaalloh nasib bo'lsa, ikkita jo'ra, ikkita do'st bitta joyga yig'ilib haj umra safarlariga qadrdonlar, qalinlar, mehribonlar bilan borishlik nasib bo'lsa aylasin. Bitta samolyotda butun oilaviy qadrdonlarimiz omonat dunyoda omon yashaylik deya birga borishlaringiz nasib bo'lsa aylasin. Inshaalloh. Bitta samolyotda hammalaringiz to'ldiringlar. Inshaalloh. Marhamat. Onajonim marhamat. Avvalambor mana shu Dilshod bobomning hoji ona xonadonlari hammalari xush yetsinlar, har qadam qo'yibsizlar deymiz ustiga. Hoji onamdan bobomi shunaqa yaxshi insonlarki, agar dunyoda ikkita yaxshi inson bo'lgan bo'lsa, o'sha yaxshi insonlarning ikkovi ham mana shular deb bilaman. Ularning farzandlariga ham gap yo'q. Men Bahodirjon bugun ko'rib turibmiz, otabijon bilan anchadan beri tanishmiz, bordi, kelimiz bor. Mana shu Dilshod bobomning hoji ona ballarining baxti kamolini uzoq yillarga ko'rishni Allohim sizlarga nasib qilsin. Allohim aytganlaringiz hoji onamning duolari shunaqangi chiroyli duo qiladiki, shu hoji onaning duolari eshitsam, xohlayman yo'q ko'zlarimdan yosh chiqib ketadi. Bir ikkinchi sinfga o'qigan nevaracham bor. Shu maktabdan keladi-yu, "Ona hoji onani olib boraman" dedi. "Ona namoz o'qiyapti" desa, "Yo'q, men hoji onangdan bozorlik qilib kelaman" deydi. 2 yoshli nevaracham. Bobosi bilan onasi paketchalarga bir nimalar solib oladi-da, "Men onaman bozorlik qilib keldim" deydi. So'ng kam detsam, "Ha, yana boraman, onam aytdi" deydi. Shunday qilib umringiz uzoq bo'lsin, rizqingiz butun bo'lsin. Xalqimizni baxtiga, qo'ni-qo'shnilarning baxtiga, balajon, nevaralarning hamma oshna og'aylarning baxtiga uzoq umrlarni ko'ring. Tanijoningiz sog' bo'lsin,
hammani yaxshi kunlarda xizmat qiling. Mana shunaqa kelganlar ham sizlarni yaxshi kunlaringizga xizmat qilishingni Allohim nasiba ro'zi qilsin ilohim. Sog' bo'ling. Rahmat. Kattakon rahmat. O'rtangizdagi mehr-oqibat aslo ko'tarilmasin. Qo'shnijo'larimizni ham xonadonlarida mana shunday yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Azizlarim, barchangizga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Har narsani boshi bo'lganidek, yakuni ham bo'ladi azizlarim. Birin topsa, birin topmagan dunyo. To'rt tomonni qibla etmagan dunyo. Topganini orqalab ketmagan dunyo. Omonat dunyoda omon bo'laylik. 5 kunlik dunyoda barchamiz mehmon, o'tkinchi umrimiz sinov imtihon. Hamisha g'animat insonga inson, omonat dunyoda omon bo'laylik. Inson degan nomga bo'laylik loyiq, xayr saxovatli ishlar qilaylik. Bizdan, sizdan mehr muruvvat ko'rsin xaloyiq. Omonat dunyoda omon bo'laylik azizlarim, barchamiz omonat dunyoda. G'animat dunyoda doimo sog' va salomat bo'laylik. Marhamat hoji onajonimizga so'z navbatini beramiz. Mana shu ikkita o'g'limni katta bo'lishiga mana shu Maslovoychan sababchilarda. Marhamat yangajon, qadri baland qadrdonlari. Marhamat. Uyimizda o'rtasiga siyitga bor edi. Bu oycham kechasi ham kunduzi ham bila isitma qilsa ham boshqa qilsa ham quvvalab ushlab qo'ysa ham ekorlarni qilib, dorilarni berib, orqasini massaj qilib, ballarini katta qilgan apamiz bizlar. Marhamat onajonim. O'rtangizdagi mehr-oqibatga ko'zlar tegmasin, marhamat onajon. Kattakon rahmat. Ko'zlaringizdan faqatgina sevinch ko'z yoshlari oqsin. Qadr baland qadrdonlarimizni o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Inson qalbi dengizdan keng. Ikki og'iz so'zga kelmas teng. Qadrligim, yaxshimisiz deng, qadrdonim dunyoda, omonatlarim. Erinmasdan shirin so'zlarni, zor qilmasdan qaro ko'zlarni, hech bo'lmasa yozib do'stlarni, omonman deb xor so'rab qo'ying. O'zim boray ostonangizga, baland qavat koshonangizga, mehr ila ko'zlar to'lib yosh, omonmisiz deng. Yozib ko'ngil hech ham to'lmaydi. Suv quyilsa gul ham so'lmaydi. Bormasam ham endi bo'lmaydi. Omonatim, omonmisiz deng. Mayli bo'ling sog', omon doim. Salom aytdi jonajon onam. Piyolada sovumay joyim, qadrligim, mehmonga keling. Har doim mana shunday qadrdonlar, yaqinlar davrasida mehmondorchiligimiz, bizlarning urf-odatimiz, o'zbeklarning nimasi yaxshi aytaymi? O'zbek oilasida bitta farzand tug'ilsa, ikkinchisini kutishadi. Ikkinchisi tug'ilsa, uchinchisini kutishadi. Va yana butun oilasi, qarindoshlari dashi o'tib ketgan bo'lsa-da, o'shalarni ham eslashadi. Albatta, qo'ldan kelgancha hammani chaqirib mehmon qilishadi. Har doim dasturxonlari ochiq bo'lishadi. O'zbekimizni mana shunday narsalar juda ham yaxshi. Vaqtingizga doimo duo-o'ylarimiz sog' va salomat bo'lsin azizlarim. Barchangizga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Onajonim, o'zingizni mana shunday yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz, qadr baland qadrdonlaringiz, Alloh bergan bebaho ne'matlaringiz, farzandlaringiz, avlodlaringizning davomchilari bo'lgan shirindan shakar nabiralaringiz uchun ehtiyot qiling. Doim Alloh panohida bo'ling. Azizlarim, sizlarning e'tibor markazingizda yaqinlarimga dil izhorlarim loyihasi ijodkori, suxandoni Xolida Ravshanova bo'ldim. Hamda mana shunday shogirdim Sevinch Otabekovna sizni xizmatingizda bo'ldi azizlarim. Qolaversa, ovoz operatori Qahhor akamizga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Mana shunday chiroyli sahna bezaklarini tashkil etgan va quvnoq ayiqchalari bilan birgalikda kelgan Oybek akamizga ham o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Mana shunday chiroyli, fayzli kechamizni bir umrlik hayot zarvaraqlariga muhrlayotgan Dilshod video studiyasiga ham o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz azizlarim. Hurmat va ehtirom bilan hoji onajonimizni, Robiya hoji onajonimizni ham davramiz markaziga taklif etsak, chiroyli duolarini tinglab qolsak, hoji onajonim marhamat. Qonunga bering, bolajonimizni chiroyli qilib.
Bismillahirrahmanirrahim. Şükrane nimet, nasibi cennet. İbrahim Halil'den baraka, Muhammed Mustafa'dan şefaat. Tamamları hakkı belalarına. İyi bilirsin Xudo hammaga ketmayotgan davlat bersin. Tanisi haq xotirjamlikni bersin. Allohim yedirganiga, ichirganiga, kiydirganiga, mana shunday chiroyli kunlarda hammamizni birga qilgan Allohimga hamd sanolar bo'lsin. Muhammed Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarning oilalariga, sahobalariga, choriyonlarga Allohim hammamizni durud sanolarimizni yo'llasin. Payg'ambarimizning shafoatlaridan Alloh nasib aylasin. O'zini jamolini beparda ko'rishiga Firdavs jannatlaridan Allohim hammamizga nasib aylasin. Ilohim hammalaringiz xush kelibsizlar. Kelganlaringiz uchun katta rahmat. Onajon sizlarga ham mana shu ishlarni tashkil qilgan mana video ukamga ham, muzika ukamga ham hammalaringizga katta rahmat. Har xizmatini qilib hech qachon charchamaydilar. Topganlaringiz hamisha yaxshi kunlarga ketsin ilohim. Hammamizda uyimizda to'rida Qur'onimiz, dasturxonimizda nonimiz, yuzimizda chiroyli nomayi amallarimiz yog'ilib tursin. Allohumma salli ala sayyidina Muhammadin va ala ali sayyidina Muhammad. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. O'tganlarimizni ham Alloh rahmat qilsin, qolganlarga sog'lik, tinchlik bersin. Amin va robbil alamin. Xush kelibsizlar, hammalaringiz xush kelibsizlar. Rahmat kattakon. Duolar uchun juda ham Kattakon rahmat. Hoji onajonimizga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Onajonimiz bilan, hoji onajonimiz bilan birgalikda qadrbaland qadrdonlarimizni esdalik uchun fotosessiyaga taklif etamiz. Marhamat.